Shu videoda ko'rayotganingiz uchun $400 turadigan darvozani atiga $160 xaridsalar bo'ladi. Dastavkasi, ustanovkasi O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul. Buni shartlari bor. Buni video davomida ko'rib chiqamiz. Assalomu alaykum MBL kanal hurmatli obunachilari. Sizlar bilan men har doimgidek boshlovchingiz Maqsudbek Karimov. Sizlar bilan yana birgaman. Hozirda biz Namangan viloyati 3 tumani Jidagapak qishlog'iga yetib keldik. Bu joyda optim narxlarda ishlab chiqaradigan darvoza ustasi bilan xudo xolasa bugun sizlarga darvozalarni polniy obzor qilib beramiz. Qo'limizdan kelgancha arzon narxlarda ham sifatli bo'lgan darvozalarni sizlar uchun MBL kanalining obunachilari uchun Ramazon oyi bo'lganligi bilan juda katta aksiya narxlarda hamda skidka narxlarda xudo xolasa sizlarga obzor qilib beramiz. Darvozani sifati qanday, chidamliligi qanday mahsulotlar ishlatilgan, buni hammasini ustani o'zi bilan birgalikda sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Agar ekran qarshisiga yaxshilab joylashgan bo'lsanglar, video obzorimizni boshladi. Do'stlar, usta Tolibjon aka. Assalomu alaykum. Aka, ashkillaring, charchamading. Rahmat. Aka kelib darvozalarni ko'rdik. Xudo xolasa bizga yoqdi. Bemalol MBL kanalining obunachilariga tavsiya qilsak bo'ladi. Sifati hamma yo'g'i yaxshi. Xudo xolasa aka, birinchi bo'lib qaysi biridan boshlaymiz? Xudo xolasa mana shu eng trendga chiqib turgan mana shu high-tech darvozalardan Istanbulga arzonchalar variantlardan boshlaymiz. Oxirlarda, videoda oxirlarda shu lisli darvozalarimiz kerak bo'lsa, misol kilogrammni tonna bilan o'ynashadigan darvozalarimiz ham bor. Assalomu alaykum MBLchi kanalining obunachilari. Mana bugun biz eng so'nggi hozirgi kunda trendga chiqib turgan darvozalarimizni bir qator obzor qilib tanishtiraman. Xudo xolasa videomizni qisqa va sizlar bir ko'ngillardan joy egallaydi degan umidda qisqa va lo'nda qilib chiqarmoqchiman. Xudo xolasa Ramazon aksiyasi ketyapti akalar. Qo'yib qolinglar. O'tishga Ramazon aksiyasida har bir kvadratda Istanbul darvozalarimiz 20 ming so'mdan aksiya, Lisli darvozalarimiz 50 ming so'mdan aksiyada. Har bir kunlaringiz gapingizni o'zi ishoninglar. Akani va'dasini oldik, bizni MBL kanalining obunachilari uchun sizlar o'ylagandan ham ko'ra katta aksiya bo'ladi. O'sha uchun videoni oxirigacha ko'rishni tavsiya qilamiz. Aka, ketdik, mashinadan boshlaymiz. Hozir tanishtirishni boshlayman darvozalarimizni. Aka, buni birinchi razmerlari, ishlatilgan havo ashyolarni gapirib o'tsak. Aka, buni razmerlari eni 320 ga, balandligi 50. 320 ga, 350. Hop. İlk yonda bakoylar bilan ishlangan darvozamiz. Bakoylar bilan ishlangan. Yonbolari 8/6 profil, 1.8 tengada. O'rtadagi qovuralar 6 ga 1.3 tengada. Lislari albatta 1.3 tengada urilgan. Merjenkali gold svetda xohlasa ishlatilgan. Gruntokka kakfaloyini sepilgan. Kraskalari ham shu turetskiy balishni kraskadan foydalanilgan. Kraskalari turetskiy kraskalardan foydalanilgan. Mo'yishi, misol uchun yomg'irga, to'g'ri quyosh tursa ancha muncha ko'chib ketmaydi. Yana ishlaydi. Xudo xolasa garantiyasi bor. Garantiyasi 6 yildan 8 yilgacha garantiya beriladi. Aka, hozir bu xato yopishtirilgan ekan, bu xatoni ham ko'chib ketmaydi. Yo'q, aka, buni misol mana mashinalarda germetika degan narsasidan foydalanilgan aka. Avtogermetikadan foydalanilgan. Muhokamasi yo'q, ishga javob beriladi aka. Xudo xolasa razmer tushsa, bemalol aka o'rnatib beramiz shu darvozani. Tolib aka, buni hisob-kitob qilinayotganda aka, bu kvadratga hisob-kitob qilinadi. Bu aka, buni hozir 1 kvadrat necha puldan 1 kvadrat metri 1.3 lista qilib beradigan bo'lsam, yonbollari hamma qalin bo'lsa 650 ming so'm. Asl narxi Ramazon aksiyaligi uchun 630 ming urib beraman. 1.3 lista. Endi buni aka 09 bor, 11 bor. 09 450 ming so'mdan ham qilib beraman. Lekin hozir eng qalin list 1.3 bo'ladi bu. Eng qalini 1.3 ishlangan, taglari shveller ishlangan. Misol sizga telefon qilishsa, menga listni yana ham qalinrog'idan qilib bering. Misol uchun 1.4 yo 1.6 shunaqa razmerlarga aka 2 kilo listgacha qilib beramiz. Biroq zakatchilarda misol qilganiga qarab ishlarni qildiramiz aka. Hop, tushunarli aka. Buni mana chaklarida shpakilovka qilinadi, bu iloji yo'q. Chaklarga xudo xolasa javob beriladi. Javob beriladi. Xudo xolasa aka juda mehr bilan misol uchun bir inson o'rnatadi aka, pulga o'rnatadi. Biz ham mehnatimizni qadrlaymiz.
misol berayotgan pullarni oqlaydi xudo xohlasa. Dastlabki ustanovka xizmatlari qanday bo'ladi? Dastlabki ustanovka zamok hamma yo'q ichidagi. O'zbekiston bo'ylab faqat Qoraqalpog'iston, Xorazmga kelishilgan summada deganda misol aka yo'l kirani 50 yillik qilishimiz mumkin. Da misol. Endi kelishiladi aka. Qoraqalpog'iston bilan Xorazmdan tashqari barcha viloyatlarga dastlabki ustanovka bepul. Endi misol qo'shni davlatlar Qirg'iziston, Qozog'istonlarga aka kargo asosida aka obutib ustanovka qilib beramiz. Buni xohlagan razmerda chiqarib berish imkoniyatlarimiz bor. Xohlagan xohlasa 4 xullas razmerini qilsa razmeriga qarab chiqarib beriladi. Razmeriga qarab ketdi yoki keyingisi. Keyingi darvozamiz ham aka shu bilan bir xil. Shu bilan bir xil, birozda farqi bor. Bakovoy yo'q. Nerjinkalari, mana yonbor, mana profillari hamma yo'q bir xil. Aka hozir qarang, bunda yoniga bakovoy qilingan deyapsiz. Kvadratini necha pulga deydi? 630 ming so'mdan qilib 630 ming Ramazon aksiyaligicha. 650 ming so'm. Raja aka misol 620 ming ham qilib beraman aka. 30 ming aksiya. 20 ming emas. Ustalar mana shu gapiga bitta like bosib qo'yasizlar. Aka qarang. Bakovoy bo'lmasa ham kvadratda bir xil yuradimi yoki narxi arzonroq chiqadimi? Narxi misol kvadratda yo bir boshqasi narxi o'zgarmaydi. Sababi misol bakovoy ham aka misol o'sha aytilgan o'sha shunga ketgan mahsulotni bakovoyga ham ishlatamiz. Bu ham kvadrat hisobida ketadi. Kvadrat hisobida bu ketadi. Endi aka bu bir xil misol material ishlangan, lisida farqi bor. Lisi bir lisda ishlangan. Aka shu joyda yana bitta narsani so'rashim kerak. Misol uchun ranglarini o'zgartirish imkoniyatlarimiz bor. Behijolat aka, o'sha nima rangga chiqaramiz bering deydi. Kimdir boshqacharoq ranglar. Albatta aka, xudo xolasa aytgan rangni sepib ayollar chiqarib beraverasiz, lekin narx o'zgarmaydi. Yo'q, umuman misol rangida aka men mana misol majlislarni tanishtiryapman. Bu lista assortimentini bir 60-70 xil bor-da. Misol mana guli, banancha summa, ma haytek gul, mavi summa deymaymiz. Lipa gul tanlaganda bir xil summada uramiz. Hop, tushunarli. Keyingisini o'tamiz. Yo'q, aka buni endi misol narxini tanishtirib qo'y bu obunachilarga. Bu bir lista ishlangan. Ha, birda qilingan, bu nargisi bir lista ishlangan. Buni belgilangan narxi aka 580 ming so'm. Hop. Ramazon aksiyaligi uchun 550 ming so'm nur beramiz aka. Har bir kvadrat. Skidga qilib beramiz. Dastlabki sun'iy hamma hech Keyingi darvozamiz aka o'sha eng trendga chiqib turgan bu ham setka darvoza deyiladi. Setka. Ha, endi buni aka materiallarda ozmi ko'p farqi bor. Sababi yonbollari 8/8 burus profilda ishlangan. Ha, mana profillari ham aka 1.5 stenkada ishlangan. Hozir reklamaga asarti qilib aka xohlashgan stenkada zakaz olamiz-da bu joydan. Endi misol mana lislari aka bu 1.3 lis. Bu shtampoplarda eng tiralgan qalin holatdagi lis 1.3 bo'ladi. Bundan oshiq yo'q. Ha, undan oshiq. Undan qalinligi buni bosish imkoni yo'q. Yo'q aka, bunda ham o'sha mana o'ziga bejiram nerjinkalar bilan chiroyli foydalanilgan taglar aka. Shimillar xohlasa baquvvat holatda ishlangan. Lizni ham aka bunaqa shum yo'q. O'ziga yarasha misol nimalari ham endi necha pulga beramiz? 1 kvadrat metr aka buni 700 ming so'm qilib beraman. Sababi yo'llar o'sha 8/8. Atmankada mana profillarni aka qo'sh profil qilib ishlangan. Atmanka buni temirga tushungan insonlar tushunadi. Atmankada ishlangan. Buni aka Xudo xolasa ishchi sifatiga javob. Ishchi sifatiga javob. Hech qanaqa muammo yo'q. 6 yildan 8 yilgacha deydi. Tushunarli. 700 ming so'm 680 mingdan urib beraman. 680 ming. Ramazon kvadratini chaqib beradi. Borinki 30 ming, 670 mingdan urib beraman. 670 mingdan 670 ming aka. Hozirda qo'l ochadi klientlarim, ishonadi. Bo'ldi, gap so'z yo'q. Keyingi darvozamiz aka eng trenddagi o'sha hamyon bor. Misol lisli darvozani ataman deganlar uchun shu darvozamni konkretni o'zim shaxsan tavsiya beraman. Sababi aka materiallar bilan tanishtirsam bu darvozani hamma ramkasi, hamma shivellar, qo'lda shivellarda ishlangan. Lislar aka buni 1.5 listda ishlangan. Mana haytekka o'xshadi aka. Baquvvat holatda ishlangan. Aka hozir bitta narsani so'rab o'tish kerak.
O'zbekiston bo'ylab dastavka ustanovka bepul deyapti-ku. Misol uchun sizga Samarqanddan telefon qilsa yoki Qashqadaryodan telefon qilsa, o'zingizlar borib o'rnatib berasizlar, shunaqa bo'ladi. Ana shuni aka, bu misol mashina o'zimizni bo'ynimizda ketadi. Yo'l kira, dastavka, ustanovka hamma yo'q ichida. Kalitini ishlashadi, xohlasan O'rnatib berasiz, kalitini topshirib. xohlasan Surxondaryo, Qashqadaryo, Toshkent, bundan qo'yinki aka Qozog'iston. Bu butun O'zbekiston emas, Qozog'iston, Qirg'iziston bo'ylab. Sizga bir kanalni zakaz qilinsa misol, ularga ham qilib berish imkoniyati bor. Qanday shunaqa beramiz aka? Hop, tushunarli aka, video cho'zilib ketmasin. Xohlasa aka buni narxi bilan tanishtirsam, Hop. buni narxi aka 1 kvadrat metri asl narxi 900 ming so'm. Sababi aka buni yondollari hamma shvellar, lislari ham 1.5, profillari ham 1.5 tengada ishlangan. Endi aka gapimga buni 40 ming so'mdan aksiya qilib beraman. Aytgan so'mlarda 40 ming so'mdan aksiya. Xohlasan bitta olasan, olasan 100 ta olasan, aksiya farqi ichida, farqi yo'q. Xohlasa aka bejirim, ranglari ham o'sha mokriy, jikayga deydi. Sifatli, glansiylardan foydalanilgan bu. Matn emas. O'zi xudo xolasa. Ha, chiroyli joyini ko'rib sifati yaxshi, zo'r. Gap so'z bo'lishi uchun. Keyin aka eng misol uchun hozir o'zini hurmatini, o'zini avtoritet deydimi? O'zini avtoritetiga ega bo'lgan majlislar hay'at qazonda darvozamiz eng so'nggi trendda bo'lib turgan darvozamiz. Bu darvozamiz aka o'sha lislari, profillari hamma yo'q, o'sha addoshi qalin material ishlangan. Jondollarini tanishtirsam aka, jondollar 12 kilo shivellarda ishlangan. Hop. Mana lislari aka 1.8 plisovoy listda ishlangan. 1.8 qilingan. Ha. Oralaridagi misol 6 ga 4 profillarni ham 1.8 tengada ishlangan. Buni nerjinkasini qora nerjinkadan foydalanadi. Aka lazerlari ham qo'yingki 1.8 listda chizdirilgan. Buni misol aka, o'sha men misol darvoza o'rnataman deganlar uchun da bu aka. Misol mana cho'nchak bopam hamma yog'in joyida. Sababi bu darvozamiz aka o'sha 10 yildan keyin ham o'zini hurmatini yo'qotmaydi. Lisli darvozalar. Endi bu darvozamiz aka 1 metr kvadrati shaxsan shu reklamaga chiqargan darvozam 1 metr kvadrati 1.450 ming so'mdan narx qo'yilgan. Hop, biz bu darvozani kanalda ularga necha pul skidga qilib berasiz, aksiya qilib berasiz aka. Mebelchi kanalimiz obunachilari aka 50 ming so'mdan dedimmi video boshida 70 ming so'mdan aksiya qilib beraman. 30 kun mobil hazır. Behazil aka, mana gapimga do'stlar 70 ming so'm. Kimlar uchun mana o'zim shaxsan ismim Tolibjon zakaz o'lchagani borishdan men bilan gaplashasizlar. Xudo xolasa gapimga mana videoda shunday qo'yib berasizlar. Qo'ymasalar ham o'zim bilaman qaysi darvozani ana narxda chiqishi. Gapimga 70 ming so'mdan aksiya darvoza. Aka sizga shu yerda shunday telefon qilib, hop, rasm tashlasa, aytgandek qilib ham chiqarib bera olasiz. Aka mana shu darvozani 1 milliondan ham chiqarib beraman. Yo'q. Misol, asosiy boshqa darvozani tashab turib, aka 15 ming dollarlik darvoza, bitta darvoza, 3,5 darvoza, 15 ming dollarlik darvozani ham aytgan holatda, aytgan stilda chiqarib beraman. Gapimga javob beraman. O'g'il gap so'z bo'lishi mumkin emas aka. Yana bog'ni ko'rsatadigan bor aka, orqa tomonda darvozalarimiz bor. 160. Do'stlar, video boshida aytib o'tgan 160 dollarlik turadigan darvozamizga ham yetib keldik. Xudo xolasa, hurmatli Mebelchi kanalimizning obunachilari, xudo xolasa 30 kun Ramazon aksiyamizda shu darvozani 160 dollarga aksiya qo'ydik. Faqat endi o'ziga to'xla deb gapirmoqchi emasman. Qiynalgan oila, misol uchun xo'jayini yo'q, misol qo'lida 2-3 ta farzandi bilan qolib ketgan qiynalgan oila uchun mana darvozani 160 dollardan aksiya, dastlabki sonobga zamok hamma yo'g'ini o'rnataman. Ustaga aksiya. Kitobi bu darvoza aka, gapingizni bildim. Hop. 2 qavatli shumkada ishlangan. Mana tanishtirib qo'yaman aka. 2 qavatli shumkada ishlangan mana. Darvozani shum yo'q. Shu lisli darvoza nima bo'lsa shu darvoza. Shu joyda obunachilarimizga bitta narsani aytamiz. Haligi misol uchun kvadrati 160 dollar ekan deb tushunib olmasin. Shu darvozani mana shu turishi 160 dollarga bitta qiylangan
obunachimizga beriladi. Do'stlar, sizlardan ham yordaminglar kerak. Uning uchun ushbu videoni podelitsa qilib, yaqinlarga, Telegram gruppalarga tashab qo'yishinglarni iltimos qilamiz. Nimagaki, birorta qiylangan oila bo'lsa, shu darvozani atiga $160 ustanovkasi borib o'rnatib berishigacha dastavkalari ichida olishini biz ham xohlab qolgan bo'lardi. Buning uchun Tolip aka ustaga alohida o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz. Xudo xolasa mebelchi kanalimiz obunachilari o'z fikrlaringizni kommentariyada chiroyli izohlaringizni qoldirib, bittadan like, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, xudo xolasa xullas gapimni xulosasi kommentariyani portlab, chiroyli fikrlarda qoldiringlar. Misol niyat qilganlar Alloh taolo bir sutkacha niyatiga yetsin. Darvoza qo'yaman-ku, mablag'im yetmayapti deganlar uchun xudo xolasa inshaalloh Alloh har bir narsa hozir yetkazadi. Xudo xolasa aka, shu darvozamizni bir dona darvozam bor aka, video to'g'risiga aka 30 kishi yo 70 kishi ko'ra sotilib ketadi bu darvoza. Shuning uchun shoshilib qolinglar. Misol hali qiynalganlar shoshilib bir dona kelgan omad telefon qilib, Tolibjon shu $160 menga bitta qilib bering deysa ama to'g'risi gap o qoplamaydi. To'g'risi aka. Sabab misol har bir videoda bittadan aksiya. Aka, siz ham yaxshi inson ekansiz, mard ekansiz, lekin men boshida aytganingizni o'zim ham ishonmadim, lekin mana kelib ko'rib o'zingiz ishondik. Lekin aka, sizga buning uchun shu Mebelchi kanalining obunachilar nomidan aka men o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Sizga o'xshagan aka ustalar shunaqa sotuvchilar ko'payishini tilab qolaman. Yo'q aka, lekin ancha-muncha odamni ham aka qo'lidan kelmaydi, sababi buncha katta narsani o'zi rasotini topadigan bo'lsa o'zi $160. Yo'q aka, misol uchun suvarchi kirasik, uje kirasga material hisoblaman. Uje $200 yaqinlashadi-mi? To'g'ri. Kitob aka, misol uchun pul topaman deb, misol faqat pulga yutganimizdan ketmaymiz. Sababi aka, insonmiz, musulmonmiz. Misol savob yo'llari ham kerak. Misol to'g'ri gapirish kerak aka. Foydalanmasdan maza qilib bir duo qilib aka o'rnatsan. Kimga misol nasib aka yana behijolat ko'rsatadigan darvozalarimiz. Mashidagi 3 dona lisli darvozamiz bor. Ko'rsatib qo'ysa. Darvoza video qiziqarli bo'lsin, qisqa va long darvoza aka. Bu darvozamiz aka, haytay desa haytay emas. Asl nomi Tarafhasan darvoza deyiladi. Buni materiallarini misol tanishtiradigan bo'lsam, yondonlari o'sha 10 brus profilda ishlangan. Profillari aka, profillari bu yerda misol nimlagan aytaman, boshlagan ikkala list ishlangan, list. O'zi qalinligi bilan. Bejiram aka, o'sha taglari shivellar. Bu darvozamizni 1 metr kvadratini aka 1.200.000 so'mdan boshlanadi. 1.5 million so'mga materialni hamon yuqoriligida kelishilgan holatda ustanib qilib beramiz. 1.200.000 dan 1.500.000gacha. 1.200.000imiz aka 1.150.000, 1.500.000 variantimiz aka 1.430.000 so'mdan qilib beraman. 70.000 so'mdan aksiyada ikkalasida aka narximiz. Kelishilgan holatda hali nima qilaveramiz? Kelishaveramiz. Keyingi darvozamiz shu yuqorida ko'rsatgan shu fason aka buni to'g'risiga reflonga fason deyiladi. Prosta buni list aka 1.8 listda ishlangan. Halodni list, o'shrishaviy list. Bu darvozamizdagi yondonlarni ham buni 8.8 da ishlangan. Listlari shu 1.8, 6.4 profillari 1.5. Shu bejiram aka mana gold sivillardan foydalanilgan. Xudo xolasa o'ziga yarashgan aka. Tahiya qismlari ham aka o'sha havo aylanib turadigan holatda ishlangan. Tepasini to'sib qilib berilsa to'siq. Fasonni bosib beraveramiz. Bu darvozamizdagi 1 metr kvadrat 850.000 so'm. Buni ham aka 70.000 so'mdan aksiya. 70.000 so'mdan aksiya. Lisli darvozani qo'ygan aksiya, bunga ham aksiya. Zo'r, tushunarli. Keyingi darvozamiz aka eng trendga chiqib turgan bu ham o'sha high-tech fason. Hop. Afsona fason deyiladi. Rosa o'zini hurmatiga o'zini o'rnini topdi. Xudo bu darvozamiz ham aka yondori pon 12 la shivillarda ishlagan. Qo'yinki aka mana 2-3 profilimiz ham 1.8 tengada ishlangan. Xudo ruchkalari bor. Darvozamizda aka narxini misol tanishtiradigan bo'lsam, buni ham aka 1.100.000 so'mdan 1.500.000 so'mgacha bitiramiz ishlarni. List qala yuqoriga. List aka buni halolni list aka 1.5 list bor, 1.4 list bor, 1.8, ikkala listimiz bor.
faqat materialim narx-navozda farqi bor xolos. Bo'ldi, shunaqa. To'g'risi gap, o'sha 70 ming so'mdan buni ham aksiyaga qo'yaman. Bo'ldi, gap. Xudo xolasa aka, videolarimiz xizr bo'ldi degan umiddaman. Misol mana shu darvozalarimiz kachisiga borasiz, kirasiga borasizda misol o'sha klientlar bilan ko'rishganda ham keltirib javobini beraman aka. Chiroyli holatda bitiramiz ishlarni. Do'stlar, videoda mana ko'rdinglar, o'zi guvoh bo'ldinglar. Xudo xolasa sizlarga har xil turdagi darvozalarni ancha katta aksiya narxda qilib berdi. Buning uchun ustaga minnatdorchilik bildirib qolamiz. Bizni shu joygacha ko'rganlarga barchaga katta rahmat aytib qolamiz do'stlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Kanalimizga obuna bo'lganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Agar ushbu video yoqsa like bosib qo'yinglar. Sizlar bilan xayrlashamiz. Ko'rishguncha deb qolamiz. Sog' bo'linglar, sog' bo'ling. Rahmat.